Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Omonmisizlar? 20 dona qo'zi qo'chqor baqib, 6 oy, 7 oyda qancha daromad qilsa bo'ladi? Nimalar yeyapti? Nima uchun tagi shilta bo'lib ketmaydi? Qanaqa ukol dori vaksinalar qildik? Hamma ma'lumotini beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, qo'y baqadigan tanish bilishlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Qo'ylarga kommentariyada 1 dan 5 gacha baho berib ketasizlar. Like bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa zo'r video bo'ladi. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, qo'zi qo'chqar ishqibozlari. Akalar, inshaalloh bugun manfaatli, foydali video bo'ladi. Albatta qo'ldan kelgancha bugun o'zimizga 18 dona hisor qo'zi qo'chqarlardan tashaganmiz boqish uchun. Shularni bir qator necha puldan olingan, necha oylik, nima yeyapti, necha mahal yeyapti, hammasini qo'ldan kelgancha ma'lumotini beramiz. Sizlar like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu yerda 18 dona qo'zimiz Saydillar. Mana ichkariga o'tib Saydillar qo'zilarni ham bir qator sori qo'zilar. Ola pakkisidan tashab qo'yganmiz. O'tgan safar ham 20 dona qo'zi boqqanmiz, 20 dona qo'zi boqqanmiz. Bitta olasi bor edi ichida. Shu qo'ylarning natijasi nima bo'ldi deb kommentariyada so'ragan aka-ukalarimiz bo'ldi. Bu qo'ylarning natijasi 1,5 million so'mdan 1 million 800 ming so'mgacha qo'y boshiga foyda qildi. 7 oy boqdim. Qo'zi 6 oy, mana 6 oylikdan o'tgan qo'zi tashlangan edi. Bular o'zimizning hisori aka. Ha, bular o'zimizning hisori qo'ylar. Oldingi partiyani videoni juda ko'pchilik ko'rib, ko'pchilik savol bergan, javob qo'ldan kelgancha javob berganmiz ularga ham. Bularga ham qanaqadir savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiraverasizlar, qo'ldan kelgancha javob beramiz. Bitta ola, bitta ko'k. Qolgani mana ko'rib turganlaringdek qora kashtan. Bir partiya hammasini tashaganmiz. Bu qo'ylarni 3 million 250 ming so'mdan bo'ldi tan narxi. Tan narxi 3 million 250 ming so'mdan bo'ldi. Xo'p, bu boqilayotganiga bir hafta bo'ldi, hurmatli obunachilar. Bu bir hafta bo'ldi boqilayotganiga hali ukol dori qilg'izgan yo'qman. Endi ukol dorini erta indin qilg'izaman. Men juda ko'pchilikka tavsiya beraman. Qo'y olsangiz bir hafta boqib, yeb ichishini sinovini ko'rib olganingizdan keyin ukol dori qildiring deyman. Har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Har xil, masalan, yemaydigan chiqib qolishi mumkin. Undan keyin ukolni noto'g'ri qilib qo'yish mumkin. Yangiligida, charchoq holatda ukol yoqmay qolishi mumkin. Tavsiyam bir hafta boqing, charchovi chiqsin qo'ylar. Mana hozir charchovi chiqib qo'ylar dikillab qoldi. Usha bo'lmaydigan qolib qoldi, qonni ham chiqib qoldi. Bir haftada charchovi chiqadi, bir haftadan kamida charchovi chiqmaydi qo'ylarni. Bu yerda 18 dona. 6 oylikda o'tgan 7 oylik atrofidagi qo'zi, qo'chqar hammasi. Etivoshi yaxshi, xudo xolasa bir haftadan yemayapti. Endi erta indin ukol dori qildiramiz. Nima ukol qiladi? Xo'p. Evermek qilg'iziladi. Tashqi ichki parazitlariga vitaminlar, tashqi ichki parazitiga vaksina qilg'iziladi-da, albendi suyug'idan ertanma och qoringa bularga 10 gram yetadi. Yem hashak berishdan oldin ertanma ozonda. Undan keyin ko'pchilik buni so'raydi, yo'talyapti, nima qilay? Yo'talsa aka, qo'yni charchovi chiqib olgandan keyin bir hafta sinaysiz, yeb ichish yaxshi bo'lsa yo'talidan qo'qadigan emas. Yeb ichib tursa bo'ldi. Yeb ichib tursa bo'ldi. Yo'taldan qo'qadigan emas. Yeb ichib tursa qo'yingiz, yo'taldan qo'qadigan emas. Mashina ichida ham hozir eshitgan bo'lsalar, yo'talgani ham bor. Bitta ikkita yo'taldi. Ko'kni qarang, g'arasa ishqiboz bo'lib tashladim mana shu ko'kni o'zim. Yo'talgani ayib emas-da o'zi aslida. Bir hafta boqing, qo'yni charchovi chiqsin. Qo'ylar ham aka, xudo xolasa. Qo'yni bir hafta boqing, qo'yni charchovi chiqsin, keyin nima ukol dori vaksina qilsangiz, albatta veterinar bilan maslahatlashib ukol dori vaksinasini qilaverasiz. O'shanda o'zingizga ham yaxshi bo'ladi, qo'yga ham yaxshi bo'ladi. Charchoq holatda ukol yoqadimi, yoqmaydimi, har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Yem berish tartibi birinchi 2 kunlikda mana shu qo'zilarga 18 tasiga 8 kasa yem berdim. Yemni ko'rsataylik. Qo'ylarni bir yaxshilab ko'rsatib qo'y. Qo'ylarni yaxshilab. Mana
hammasi chiroyli, Hammasi hisori, bo'lib qopti. simjun. Hozir yemlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Inshaalloh. Ko'kam Havas qilganlar bo'lsa, like bosib, kommentariyada chiroyli fikrlaringni yozib qoldiringlar. Bu video davomiy bo'ladi. Oxirigacha video qilamiz. Sotayotganimizda ham video qilib chiqarib beramiz albatta. Qancha foyda qildi? Qo'zi 6-7 oylik qo'zi boqib qancha foyda qilsa bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ysalar, oxirida obuna bo'lib qo'ysalar, oxirida buni qancha foyda qilganini ham aytamiz. O'tgan safar qo'zi ko'rganlar juda ko'p, 140 mingmi odam ko'rdi. Juda ko'pchilik ko'rdi. Uni kansasi 1.800.000 mingdan, 1,5 milliondan kami 1.800.000 mingdan 6 oydan azni oshiqroq boqqanimizda foyda qildi. Mana yana qo'zi tashadik. Qo'zi boqishdi. Tavsiya qilaman obunachilarimga. Nimaga? Qo'zi xudo xolasa ikki tomonlama foyda. Ham o'sganiga, ham semirganiga foyda qiladi. 6 oyda 1.800.000 menimcha yomon emas. Bundan 10 ta baqsangiz 18 million bo'ladimi shunda? 6 oyda. Ha, 10 ta baqsangiz 18 million, 20 ta baqsangiz 36 million. 6 oyda. Lekin yaxshi, yomon emas-da. 100 ta boqib qo'ying, zo'r daromad qilasiz. Bizda 100 ta boqadiganlar aka-ukalarimiz bor. 100 ta. Bizda chetga chiqish kerak yo'q. Men o'zim ham mablag'im bo'lib tursa, 100 ta boqaman. Shu yerda 100 taga joyim bor. 100 ta boqaman. Lekin Alloh qodir qilgancha hozir 20 taga mablag' bor, 20 ta boqyapman. O'tgan yil ham 20 ta boqqandim. Bu yil ham mana hozir 18 ta, xudo xolasa 20 ta qilib qo'yamiz. Yemlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Hobbiga buni bari mana hozir soat 6-7 bo'lyapti-yu, hamma charchaydi. Charchab ishdan kelgandan keyin yeb ichishini ko'rib maza qilaverasiz. Ishonavering, qo'y boqing, qo'yda baraka ham bor-da, 1.800.000 6 oy, voy. 3 million, 4 million pul tikib 1.800.000 6 oyda foyda qiladimi? Buni barakasi zo'r, akalar. Barakasi zo'r. Endi yemini ko'rsatay. Saydullo, endi buni yem yeyotganida akalar, birinchi qo'zi boqsangiz nima yem berasiz? Birinchi qo'zi boqsangiz mana akalar ko'rsat. Mana oddiy kepak, qozoq kepak. Qozoq kepak ichida mana bitta, ikkita makkasi bor. Bug'doy. Ha, makka aralashtirib qo'yiladi. Bug'doy shart emas. Ha, bu qo'yiladi o'tishini ko'rasiz. Bu yemni shunday bersam hammasi dikkilib o'tadi. Mana so'z isboti bilan bo'lsin. Yemni tarkibini keyin tanishtiraveraman. 18 taga hozir bir hafta o'tgandan keyin 10 kasa beryapman. Mana 3 4 qo'ylar o'zi o'tishni boshladi. Mana yemni eshitib 5 6 7 ta 8 9 10 ta, mana 10 kasa. Ichida bitta ikkita bah. Ketdi. Hammasi o'rganib qopti. Mana baytida buni baqqaningizda akalar. Mana baytida maza qilasiz. Hamma maza mana baytida foydasi oz, ko'p bo'lmaydi. Zo'r yer kerak Makkani. Makkani ham zo'r edi, kepakni ham zo'r edi. Bularga hali ukol-dori vaksinasini qilg'izgan yo'qman. Erta indin qilg'izaman. Qo'ylar yana ham ochilib, yana ham ishtahasi yaxshi bo'ladi. Birinchi haftasiga mana mashindan ko'rsataylik endi yemni tarkibini. Yemga akalar qo'zig'i, bug'doy qo'shmang. Arpa qo'shavering, bug'doy qo'shmang. Bug'doyga bo'kkan qo'y o'nglanmaydi. Iloji yo'q, so'yilish kerak. Bug'doyga bo'kkan qo'y o'nglanmaydi. Bug'doy oshqozonda shishadi, lekin qattiq bo'kadi. Yeb ichishini bir ko'rsatib qo'y. Hammasi mana 18 ta kelib turibdi. Mana Saydullo yemni ham ko'rsatib qo'yaylik endi. Mana akalar, qozoq kepak, ichida mana bitta ikkita makkasi bor. Xo'p, 3 qop kepakka, qozoq kepakka 20 kilo makka qo'shasiz, aralashtirib qo'yasiz. Boshida. Ha. Men keyin mash tarkibda, mash sistemada qo'zi boqyapsiz. 3 qop kepak to'kasiz bir joyga. Bitta setkada, xaltada 20 kilocha makkani to'kasiz, aralashtirasiz.
shu yemni 1 oy berasiz. 1 oy. 1 oy berasizda keyin 2 qop kepakka 1 qop makka qo'shaverasiz 1 oydan keyin. Ammo shunda ham bug'doy qo'shmang. Bug'doyga arpa qo'shavering. Arpa qo'shing, assortiment qilish uchun arpa qo'shsangiz yaxshi. Men ham endi qo'shaman arpa. Ayniqsa yozda arpani zo'r bo'ladi effekti. 2 qopga 1 oydan keyin 2 qopga 1 qop bug'doy, 1 xalta arpa yoki 2 qop kepakka yarim qop haligi makka, yarim qop arpa qo'shsangiz zo'r bo'ladi. Ashunda yaxshi bo'ladi. Yeb ichi mana shunday shu holatga kelgandan keyin mana bittasi ham kallahini ko'tarmay, charchovini chiqqandan keyin qo'y hammasi yeydi. Yemayapti, ko'pchilik aytadi, yemayapti, qo'yib kelsam, u charchov qo'y, u 4 kun, 5 kunlab yo'l yurib keladi. U qaydan yesin charchov holatda? Charchovini bir hafta chiqarib oling, sabr qilib, keyin ozginadan 8 mash chini kasada 18 tasiga 8 kasadan berishni boshladim. 3 kun, 4 kun 8 kasadan berdim. Ha, 3 kun, 4 kun yo 5 kun shekilli 5 kun 8 kasadan berdim. 6-kuni 9 kasa, keyin 10 kasa qildim. Hali qo'shgan yo'qmi? 10 kasadan keyin shu 10 kasaligicha 1 oycha yeydi. Mash holatda. Yemam. Ha, bunga ko'p narsa shart emas. Hozir qo'zi holatida ko'p narsa shart emas. Mashi yem bo'ladi 1 oy. Xotirjam bo'ladi mashi yemni o'zi. Hashak necha mahal yeydi degan aka-ukalarimiz uchun hashak 2 mahal hashak yeydi, 2 mahal yem yeydi. Pastiyanni oxirida suvi turadi, обязательно. Qo'zida suv tursa yaxshi bo'ladi. Chanqab qolmaydi. Ayniqsa yozda kunida. Keyin kuzga borib suv pastiyanni tursa, mana ichkarini ko'rsat, mana qaqquruqda hozir, yozda qaqquruq turaveradi. Kuziga kelganda tagi shilta bo'lib ketishi mumkin. Shuni hisobiga 2 mahal kuzga ungacha katta ham bo'lib qoladi. Ungacha 10 oylik bo'ladi. 10 oylik bo'ladi. Orqalardan o'tib ham ko'rsatib qo'y. 10 oylik bo'lib qoladi. Kuziga 2 mahal suv bersangiz bo'laveradi keyin. 2 mahal suv bersangiz kuziga bo'ladi. Shunda shilta bo'lib ketmaydi. Ko'pchilik so'raydi, nimaga o'tgan safar ham video qilganimda aytishgandi. Nimaga sizni qo'ylaringiz tagi shilta bo'lib ketmagan? Suv berishda kattaligi bor. Yozda yemni qaynatib bermayman, quruq beraman. O'zi qaynatib bersa yaxshi bo'ladi. Shilta bo'lib ketmaydi. 2 mahal suv berasiz kuzda. Agar suv pastiyanni turadigan bo'lsa yonida, kuzda shilta bo'lishni boshlaydi. Va suvga e'tibor bersalaring bo'ldi. Shu asosan akalar, bunga og'ir mehnat kerak emas. O'zingiz chetda bo'lsangiz, musofirda bo'lsangiz, uyda ayollar ham qarab ko'radigan narsa 20 ta 30 ta qo'y baqish ish emas-da. Hobbiga boqadiganlar bor. Ham hobbi, yem hashagi oldida. Hashak nima hashak yeyadi deganlarga hashakni ham ko'rsatib qo'yaylik-da. Mana hozirgi kunda mana bunaqa moshni to'poni chiqib ketgan, qoplangan, tayyor, 40 kishib ham o'tirilmaydi buni. Mana o'ta toza narsa, o'ta foydali narsa. Qoni foyda. Moshni to'poni deyiladi, qopi 50 ming so'm shunaqa turadi. Buni ham ko'p berish shart emas. Uni ham ko'p berish shart emas. Ozginadan berasiz. Ko'p bersangiz ichi ketib qoladi. Ko'pchilik aytadi, mana yemini yeb bo'lyapti. Yemini yeb bo'lgandan keyin ko'pchilik aytadi, yemni hashakni oldin beraylikmi, yemni oldin yoki yemni oldin berib keyin hashak beraylikmi deydi. Men masalan hozirgi kunda oldin yem beryapman, keyin hashak beryapman. Lekin men ham eshitganim, oldin hashak berib, keyin yem bersa foydaliroq bo'ladi deb eshitganman. Nimaga? Oshqozonga hashak botib bo'lgandan keyin hashak hazm bo'lib chiqib ketaveradi, yem qoladi deb eshitganman. Endi men ham shu oldin hashak berib, keyin yem berish stiliga o'taman. Meniyamga o'rnab qolgan oldin yem berib, keyin hashak berish. Lekin sizlarga tavsiya qilaman,
oldin hashakni beringlar, keyin yemni beringlar. Shunisi ma'qulroq. Akalar, keyin o'zlaring ko'rib turasizlar, mana qo'ylar ko'rdilaring. Ilojini boricha orqalardan ham yaxshilab ko'rsatib qo'y. Baho berasizlar. Har 1,5 oy yoki 2 oyda video syomka qilib ko'rsatib turaman. 1,5 oy, 2 oy. Old tomonlardan ko'rsat. Ichkariga kirib, orqa tomonlardan ham ko'rsatgin. 1,5 oy, 2 oyda video syomka qilib turaman. O'zlaring qanaqa o'zgaryapti, nima bo'lyapti, baho berasizlar. Xudo xolasa, mana bu olaga ham kommentariyaga bir ola pakkiga bir baho beringlarchi. Menga rosa yoqdi ola pakki. Zo'roq qopti o'zi qo'ylar. Birdan 5gacha kommentariyaga shu ola qo'yga baho qo'yib ketinglar. Nechi baho ola ekan? Bu tuz ham turar ekan hozir. Tuz ham turadi, o mana. Tuz. Mana tuzdan doimiy qo'yib tursangiz yaxshi bo'ladi. Nima foydasi bor degan akalarimizga? Nima foydasi bor degan akalarimizga, bu hammamiz o'zimiz ovqat tuz bilan yeymiz-ku. Bu tuzni yalagandan keyin yem desa, ta'mni his qiladi qo'ylar ham. Shu foydasi. Keyin vitaminlarga. Har xil vitamin oladi, qanaqadir vitaminlarni oladi. O'ziga qo'y, o'ziga ozuqa uchun o'sha tuzdan ham vitamin oladi. Shu tuzga ham orqalardan yaxshilab bir qator ko'rsat. 1,5 oy, 2 oydan keyin video qilib beraman. O'zgarganiga, qanaqa o'zgarganiga baho berasizlar. Olaga, ko'kka birdan baho qo'yib ketasizlar. Shu ola qo'yga 1dan 5gacha kommentariyada baholab ketinglar. O'zi sekin qo'ylar yemini yeb olib, hashakka qarab ketyapti. Hashakka. Hozir qo'y, men eshitib yopmayman. Shunday yopaman. Men hashak solaman qo'ytadi, yemni solaman baqa o'tadi. Keyin oxirda ko'rsat. Chiqqin baqa oxirda ko'rsataylik. Mana ikkita qo'rada endi bitta qo'rada baxsa ham bo'laveradi. Meshto bu oxir mana oxir. Hashak yegan oxirda bunaqa kesaklar qolib ketadi akalar. Keyin buni ustiga yem tashasangiz qo'ydi g'ash kelib chimsa bo'lib qolishi ham mumkin. O'zimiz ham g'ashimiz qayerga tashlagan. Chimsa kimdir shunga ham e'tibor bermaydi. Qo'y ham didi bo'ladi qo'ydi ham. Qo'ydi ham didi bo'ladi akalar. Mashaga yem tashasangiz hozir qo'ydi yem yeyotgan joyda buni kesak bor-ku. Shunday og'ziga kirib ketsa, g'irch deydi tabi, kesak o'g'ondan keyin. Qo'y haligi qo'yga bir haftagacha ta'sir qiladi. Oddiy inson o'zi osh yeyotganda tosh chiqib qolsa, deysiz-ku. Qo'y ham xuddi shunaqa deydi kesak chiqqanda, yo'qsa tosh chiqqanda. Shuning uchun agar qo'yxonangiz bittalik bo'lsa, menda ikkitalik uchun qo'yxonangizni ham aytib o'tib bu necha o'sha razmer. 3,5 ga 4 metr. 3,5 ga 4 metr. Ha, unisi 3,5 ga 3,5 shunaqa. Yo 3 ga 4 metr birinchisi. 3,5 ga 3 metr ikkinchisi. Aniqini o'lchash kerak. Aniqini qo'yxonaning razmerini o'lchash kerak. Qo'yxonangiz ham yaxshi ekan, xudo xolasa. Xo'p, mana 3 metr eni. 3 metr eni. 4 metr uzunasiga. Unisi 3 metr u 3,5 metr uzunasiga. Ha, men hozir nima deyapman? Mana qo'yxonangiz bitta bo'lsa akalar, bitta maslahat yana sizlarga. Abzatni mana shu hashak yegandan keyin ponni qoldiqlarni aptashang. Bitta qo'ymay aptashang. Mana yemni toza mana shunaqa yemdan boshqa narsa turmasin. Mana mana shunaqa yemdan boshqa narsa mana shunaqa toza o'xirga solinglar, effekti zo'r bo'ladi. Oddiy bitta kesak chiqsa ham bir haftagacha chimsalanadi, bitta qo'y. Shu qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. Yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozasizlar, javob beraveramiz. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammani ishiga Alloh baraka bersin, chorvasiga baraka bersin. Kamida shunaqa qo'ylardan sizlarga ham nasib qilsin, yuzta baqish. Bizga ham nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar.